Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men keyingi ishlarni arzonlarni qilib berib o'taman. O'zim atqilatkalik bo'lgan, mana server rangda bo'lgan, mana neoklassikka fason, yangi dizaynda. Orqa oldlari atqilatka bir xilda, mana kiraska jarayoniga beramiz. Mana orqa oldlari bir xil. Kiraskadan keyin arzonni qilib o'tamiz. Xudo xolasa mana bu kvadratini 1.400.000 dan qilib berdik. Zamovlarni endi qo'yamiz. Bu oynalarni qorasab beramiz. Fon rezinkalari bo'ladi, oldilarida rezinkani haqlari bor, chashpagida ham, hammapasida. Tanlik 18 dan bo'lgan korobkalarni yog'och qilib berganmiz. Romlarga esa 3 qanotli romi bor. O'rtasida zamovgini qo'yyapmiz, zavorkasini. Bu ham bir xil orqa oldi atqilatka bo'lgan buni ham. Buni ham mana oralarida ayni rezinkani haqlari qolgan. Buni xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bundan tashqari boshqa dizaynlar ham bor. Akfami, yog'ochmi, termomi, MDFmi. Qanaqa eshiklar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Andijon viloyati Bulovoch tumanining o'zida bizning manzilimiz. Vodiy bo'yicha ustanovkalarimiz bor. Uzoqroqqa bo'lsa kelishgan holatda o'rnatib beramiz.